Men tushunmayman-da. Hozir вообще nima bo'lyapti? Pokoleniyaga yomg'ir yog'sa, it's raining. Yomg'ir yog'yapti. Qanaqa xotiralar billa jalab. U nimaga bunday unaqa xayoliy, kitobiymi, qanaqadir xayollarga ber. Yomg'ir ham yog'masinmi, onasini yemsin. Nahvi kerakda menovatchiliklar. Undan ko'ra nimasini sizga yomg'ir yoqqan payti lonteyda olinglar soyabonni. Hamma Instagramga yomg'ir yog'yapti. Oybekda yomg'ir hali ham yog'yapti. Yog'yapti. Shayxontohurda yog'mayapti. Xotiralar bolalarni nima bunday hayotdan unaqa onasini sizga nimani yasaysizlar? Xayoliy bir nimalardir xayollar og'ushiga bir kitobiy bir nimalar. U prosta yomg'ir. U pizza narsa emas, yomg'ir bo'ldi, tabiat hodisasi. Bugun yog'adi, tinaydi. Ana yomg'irda o'zi tushdi uni kameraga. Bunday romantika yasamaylik, yomg'irdan. Yomg'ir ham istoriyaga juda bir pokoleniya boshqacha bo'lib ketyapti. Juda pokoleniya boshqacha bo'lib ketyapti. Koreya ko'chalarida yomg'ir. Mana Koreya pizzasi infrastruktura qurmagan bo'lagan mana to'lib qoladi yamallar. Chuqurlar to'lib qoladi mana. O'zimizda davlatga. Chorsu to'lib ketdi. Chilonzor mosti to'lib ketdi, daryo bo'lib ketdi deb hamma davlatda ham kamchilik bor.